Va hozir bizning telefonimizga kod keladi. Shu kodni terishimiz kerak. Kodni terganimizdan keyin saqlash va davom etish tugmasini bosamiz. Endi pochtamizga ham kod keladi. Bu yerda men pochtani tayyor qilib ochib qo'yganligim uchun mana xat keldi Uzun Marketdan, shuni ustiga bosaman va mana bu kodni ko'chirib ro'yxatdan o'tish. Ana bo'ldi. Bu yerda mana o'zi yordam beryapti, nima qadamlarni bosishimiz kerakligini. Birinchi bo'lib biznes shakl. Shu aytib o'tgandek, yoki tartibki tadbirkorlik eng qulayini birinchiga qo'yilgan, masalan, cheklangan jamiyat yoki boshqa yuridik shaxs sifatida, oilaviy korxona yoki xususiy korxona yoki o'zi band qiluvchi shaxs sifatida. Biz yoki tartibki tadbirkorlikni shu davlat xizmatlari markazidan offlayn ko'rinishda, ya'ni borib ochib kelganligimiz uchun shu ma'lumotlarni kiritamiz. Familiya kiritamiz, ism, otasining ismi, qo'shimcha telefon, ya'ni o'zingizlarning telefoningizlar emas, ya'ni yaqin insoningizlarning telefonini yozib qo'yish kerak bo'ladi, ya'ni nomer telefon qaytarilgan bo'lishi kerak emas. Davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerga esa undan avvalgi ma'lumotlar yoki tartibki tadbirkorlik rekvizitlari bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, ilgari kiritilgan ism shariflardan foydalanish tugmasini bosamiz va JSHIRni kiritishimiz kerak. JSHIRni kiritamiz. Ro'yxatdan o'tish guvohnomasini kiritamiz. Bu yerda mana yoki tartibki tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganlik guvohnomasi. Mana shu yerda e'tibor beringlar. Hozir guvohnomadan tashqari yana bank ham, ya'ni hisob raqam ochganinglar hujjatini ham nusxasi urilgan holatda uni ham yuklab qo'yishingiz kerak. Ya'ni bu joyga ikkita ma'lumot guvohnoma bilan bankdagi ma'lumotinglarni ikkalasini skaner variantida yuklaysizlar. Va bu joyga pasportning nusxalari kerak. Uni ham yuklab qo'yamiz skaner varianti. Davom etish. Endi hisob raqam kiritamiz. Hisob raqam nomi bu masalan o'sha bankimizning nomini yozishimiz mumkin yoki asosiy deb qo'y. Misol uchun bizda bir nechta hisob raqamimiz bo'ladigan bo'lsa, birinchisi asosiysi, ikkinchisi ikkilanchi hisob raqam bo'lishi mumkin. Masalan, ipoteka asosiy. Bu yerga hisob raqamni o'zini kiritamiz va info, ya'ni 5 ta sondan iborat kiritamiz. Davom etish.